Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram, pasport ma'lumotlari yoki internet orqali to'lov qiladigan ilova bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men hozir aytadigan gaplar oddiy ogohlantirish emas. Bu ko'p odamlar pulini, nomiga olingan kreditni, hatto yillar davomida yig'gan jamg'armasini yo'qotayotgan juda jiddiy muammo haqida. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan havola, bitta aytilgan SMS kod yoki bitta ishonchli ko'ringan qo'ng'iroq sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam aldanib qolishdan saqlanadi. Avvallari firibgarlik deganda ko'pchilik ko'chada uchraydigan aldovlarni, soxta savdo bitimlarini yoki tanish bilish orqali qarz olib qaytarmaslik holatlarini tasavvur qilardi. Ya'ni odam bilan yuzma-yuz gaplashardi. Hujjat ko'rsatardi, qo'l qo'yilardi, guvoh bo'lardi. Albatta o'sha paytda ham xavf bor edi, lekin odamda vaziyatni ko'rib, savol berib shubhalanish imkoniyat ko'proq edi. Hozir esa hammasi o'zgardi. Firibgar sizning oldingizga kelmaydi. U sizga telefon qiladi, Telegramdan yozadi, bank nomidan SMS yuboradi, tanlov yutdingiz deydi, davlat yordami chiqdi deydi, kartangiz bloklanadi deydi. Nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda deydi. Eng xavflisi, u shoshiradi. Sizga o'ylashga vaqt bermaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pulini aqlsizligi uchun emas, aynan vahima ichida qolgan payti yo'qotadi. Firibgarlar psixologiyani juda yaxshi ishlatadi. Ular qo'rquv, ochko'zlik, shoshilinchlik va ishonch degan to'rtta tuqmani bosadi. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini bank xavfsizlik bo'limi xodimi deb tanishtiradi. U sizning ismingizni bilishi mumkin. Kartangiz qaysi bankdanligini ham aytishi mumkin. Hatto oxirgi to'rtta raqamni ham bilishi ehtimol. Shunda oddiy odam o'ylaydi. Demak, bu haqiqatan ham bankdan ekan. Aslida esa bu ma'lumotlarning bir qismi internetdagi eski bazalardan, yetkazib berish xizmatlaridan, e'lon saytlaridan yoki siz o'zingiz qoldirgan ochiq ma'lumotlardan topilgan bo'lishi mumkin. Bugungi o'zgarish shundaki, firibgarlik endi alohida odamning hiylasi emas, balki tizimli jarayonga aylangan. Bir odam qo'ng'iroq qiladi, ikkinchisi soxta sayt tayyorlaydi, uchinchisi pul o'tkazilgan kartani beradi. To'rtinchisi pulni tezda naqdlashtiradi yoki boshqa hisobga chiqaradi. Shuning uchun pul ketgandan keyin uni qaytarish ancha qiyinlashadi. Bankka murojaat qilasiz, bank operatsiya sizning tasdiqingiz bilan bo'lgan deydi. Militsiyaga yoki tegishli organlarga ariza berasiz. Ular tekshiradi, lekin pul allaqachon boshqa bir necha hisobdan o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Men eng birinchi qoida sifatida shuni aytaman. SMS kod bank ilovasiga kirish paroli. Kartaning to'liq raqami, amal qilish muddati va orqa tarafdagi 3 xonali kod hech kimga aytilmaydi. Hech kimga deganda bank xodimiga ham, tanishingizga ham, o'zini davlat idorasi xodimi deb tanishtirgan odamga ham aytilmaydi. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Haqiqiy bank sizdan kartaning orqa tarafidagi kodni aytishni talab qilmaydi. Haqiqiy tashkilot sizni qo'rqitib, hozirning o'zida pul o'tkazing demaydi. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir odamga qo'ng'iroq bo'ladi. Kartangizdan 3 million so'm yechilmoqchi. Agar bu siz bo'lmasangiz, operatsiyani bekor qilish uchun kodni ayting deyshadi. Odam vahimaga tushadi. Chunki 3 million so'm uning bir oylik xarajati bo'lishi mumkin. Shu payt telefoniga SMS keladi. SMS da aslida bank ilovasiga kirish yoki to'lovni tasdiqlash kodi bo'ladi. U kodni aytadi. Firibgar shu kod bilan ilovaga kiradi yoki operatsiyani tasdiqlaydi. Natijada 3 million emas, balki kartadagi 8 million so'm ham ketishi mumkin. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat, odam e'lon saytida telefon sotmoqchi bo'ladi. Xaridor yozadi, men boshqa shahardaman, kuryer yuboraman, pulni xavfsiz to'lov orqali qilaman deydi. Keyin havola yuboradi. Havola juda chiroyli, sayt ham haqiqiyga o'xshaydi. Odam kartasini kiritadi, SMS kodni yozadi, u o'ylaydi. Pul qabul qilyapman. Aslida esa pul qabul qilmayapti, pul yechib olinmoqda. Bu yerda asosiy tuzoq shuki, odam sotuvchi bo'la turib kartasini to'liq kiritadi. Men doim aytaman. Pul qabul qilish uchun sizga kartaning 10 xonali raqami yetadi. Ayrim holatda telefon raqam orqali ham o'tkazma bo'ladi. Pul olish uchun kartaning orqa tarafidagi kod ham, SMS kod ham kerak emas. Ko'pchilik o'ylaydi. Bunday aldovga faqat yoshi katta odamlar tushadi. Bu noto'g'ri. Yoshi katta odamlar texnologiyani kamroq bilishi sababli xavf guruhida bo'lishi mumkin. Lekin men yosh, savodli, oliy ma'lumotli.
Bank ilovalaridan har kuni foydalanadigan odamlar ham aldanib qolganini ko'rganman. Sababi masala faqat bilimda emas, vaziyatda. Odam ishda band bo'ladi, uyda muammo bo'ladi, qarz muddati yaqinlashadi. Telefon ketma-ket jiringlaydi. Ekranda bank logotipiga o'xshash rasm turadi. Shunda xato qilish ehtimoli oshadi. Ayniqsa 3 toifa odam ehtiyot bo'lish kerak. Birinchisi kartasida doim pul saqlaydiganlar. Masalan, oylik tushgandan keyin 10 million so'mni bitta kartada ushlab yuradigan odam. Firibgar uchun bunday karta katta nishon. Ikkinchisi onlayn savdo qiladiganlar. Telefon, mashina ehtiyot qismi, kiyim, mebel, elektronika sotadigan odamlar ko'p yozishmalar qiladi va har bir xaridorni tekshirishga ulgurmaydi. Uchinchisi kredit tarixi bor yoki bank ilovalarida onlayn kredit olish imkoniyati ochiq bo'lgan odamlar. Chunki firibgar faqat kartadagi pulni emas, sizning nomingizga kredit olib, uni ham chiqarib ketishga urinishi mumkin. Masalan, bir odamning kartasida 500 ming so'm bo'lishi mumkin. U o'ylaydi, menda katta pul yo'q, menga nima bo'lardi? Lekin bank ilovasida unga 15 million so'mgacha onlayn kredit taklifi chiqib turgan bo'lishi mumkin. Firibgar ilovaga kirsa, shu kreditni rasmiylashtirib, pulni boshqa kartalarga o'tkazadi. Natijada odam 500 ming emas, 15 million so'm qarz bilan qoladi. Eng achinarlisi, u pulni o'zi ishlatmagan bo'lsa ham, hujjatlar tasdiqlash uning telefon raqami va kodi orqali o'tgan bo'ladi. Men tomoshabinni qo'rqitish uchun emas, xushyor qilish uchun gapiryapman. Agar siz hech kimga kod aytmagan bo'lsangiz, shubhali havolaga karta ma'lumotlarini kiritmagan bo'lsangiz, bank ilovangiz parolini hech kimga bermagan bo'lsangiz, telefoningizga begona dastur o'rnatmagan bo'lsangiz, darhol hamma pulingiz ketib qoladi degani emas. Lekin bu xavfsizlik odatlarini doim saqlash kerak, shuningdek. Sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lgani bilan darhol muammo bor degani emas. Muammo siz qo'ng'iroq qilgan odamning aytganini bajarishni boshlaganingizda paydo bo'ladi. Ya'ni telefonni ko'tarishning o'zi xavf emas. Xavf kod aytish, havola ochish, karta kiritish, ilova o'rnatish, ekran ko'rsatish, pul o'tkazish, pasport rasmini yuborish kabi harakatlarda. Endi eng chalkash joylarga o'taman. Ba'zan haqiqiy bank ham sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiya bo'lsa, kartani bloklash bo'yicha ogohlantirishi mumkin. Lekin haqiqiy bank sizdan SMS kod so'ramaydi. U sizga faqat ma'lumot beradi yoki bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilishingizni aytadi. Shuning uchun men eng oddiy usulni tavsiya qilaman. Kimdir bankdanman desa, suhbatni to'xtating. Kartangiz orqasidagi yoki bankning rasmiy saytidagi raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Shunda siz kim bilan gaplashayotganingizni nazorat qilasiz. Yana bir nozik joy. Firibgarlar ba'zan sizga pul tushirgandek ko'rsatadi. Masalan, SMS ga o'xshash xabar yuboradi. Hisobingizga 2000 million so'm tushdi. Keyin qo'ng'iroq qilib adashib yuboribman, qaytarib bering deydi. Siz bank ilovasiga kirmasdan faqat SMS ga ishonib pul qaytarsangiz, o'z pulingizni yuborgan bo'lishingiz mumkin. Har qanday tushum faqat bank ilovasida yoki bankning rasmiy bildirishnomasida tekshiriladi. Oddiy SMS matniga, Telegram screenshotiga yoki chek rasmiga ishonmang. Yana bir keng tarqalgan tuzoq: davlat yordami, kompensatsiya, soliq qaytarilishi, jarima bekor qilinishi, imtiyozli kredit, subsidiya. Bunday xabarlar odatda havola bilan keladi. Sizdan pasport ma'lumoti, karta ma'lumoti, telefon raqam, SMS kod so'raladi. Men aniq aytaman, davlat xizmatlari bilan bog'liq masalalarda faqat rasmiy portal, rasmiy ilova yoki idoraning rasmiy binosi orqali ish qiling. Telegramdagi bot nomi chiroyli bo'lgani uchun u rasmiy bo'lib qolmaydi. Kanalda gerb rasmi turgani uchun u davlatniki bo'lib qolmaydi. Yana bir xavfli usul masofaviy boshqaruv dasturlari. Firibgar sizga ilovangiz ishlamayapti, men yordam beraman, mana shu dasturni o'rnating deydi. Anydesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash dasturlar orqali u telefoningiz ekranini ko'rishi yoki boshqarishi mumkin. Bunday holatda siz kartangizni kiritmasangiz ham, u sizning ekraningizdagi SMS kodini ko'rib qolishi, bank ilovasidagi harakatlarni kuzatishi mumkin. Men bunday dasturlarni faqat ishonchli mutaxassis bilan nima qilayotganingizni aniq bilgan holatda ishlatishni tavsiya qilaman. Bank, davlat idorasi yoki savdo maydonchasi xodimi sizdan telefoningizni masofadan boshqarishga ruxsat so'ramasligi kerak. Birinchi vaziyat, onaga qo'ng'iroq qilishadi va
o'g'lingiz avariyaga uchadi, tezda pul kerak deyishadi. Ovoz shovqinli, orqada kimdir yig'lagandek bo'ladi. Ona qo'rqib 5 million so'm o'tkazadi. Keyin o'g'liga qo'ng'iroq qilsa, u ishda o'tirgan bo'ladi. Bu yerda firibgar qo'rquvni ishlatgan. To'g'ri yo'l nima edi? Avval o'g'ilning o'ziga, keliniga, ishxonasiga yoki yaqin tanishga qo'ng'iroq qilish kerak edi. Haqiqiy favqulodda holatda ham bir daqiqa tekshirish ko'p narsani saqlab qoladi. Ikkinchi vaziyat, talaba arzon iPhone topadi. Narxi bozordan 30% arzon. Sotuvchi oldindan 700 ming so'm zakalat so'raydi. Aqs holda boshqaga sotaman deydi. Talaba pul yuboradi, keyin sotuvchi yo'q qoladi. Bu yerda ochko'zlik va shoshilinchlik ishlatilgan. Bozordan ancha arzon narx har doim savol tug'dirishi kerak. Haqiqiy sotuvchi mahsulotni ko'rsatadi, tekshirishga ruxsat beradi, rasmiy yoki hech bo'lmasa iz qoldiradigan to'lov usulidan foydalanadi. Uchinchi vaziyat. Kichik tadbirkorga soliq tekshiruvi bo'yicha soxta xabar keladi. Xabarda qarzdorlik bor. Bugun to'lamasangiz hisobingiz bloklanadi deyilgan. U havolani ochadi, karta ma'lumotlarini kiritadi. 4 million so'm yechiladi. Bu yerda rasmiylik ko'rinishi ishlatilgan. Har qanday soliq, jarima qarzdorlik rasmiy kabinet orqali tekshiriladi. Xabardagi havola orqali emas, o'zingiz rasmiy sayt manzilini yozib kirasiz. 4-vaziyat, odamga tanishining telegramdan xabar keladi. Kartam ishlamayapti. 1 million so'm yuborib tur, kechqurun qaytaraman. Odam ishonadi, chunki profil rasmi tanishiniki, aslida tanishining akkaunti buzilgan bo'ladi. Shuning uchun pul so'ralgan har qanday xabarda telefon orqali ovozini eshitib tasdiqlang. Men shuni odat qilishni tavsiya qilaman. Hatto ukangiz yozsa ham katta summa bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Bank ilovangizga kiring va xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Kirish paroli oddiy bo'lmasin. Tug'ilgan yil 1001, 1234, telefon raqam oxiri kabi parollarni ishlatmang. Agar ilova biometrik kirishni qo'llasa, uni yo'qing, lekin parolni ham kuchli saqlang. Ikkinchi qadam, SMS kodlarni hech qachon hech kimga aytmaslik qoidasini o'ylangizga tushuntiring. Ayniqsa ota-ona, buvi-buva, maktab yoshidagi farzandlar, yangi karta ochganlar bilan alohida gaplashing. Ularga murakkab texnik tushuntirish shart emas. Bitta jumla yetadi. Telefoniga kelgan kodni hech kimga aytma, hatto bankman desa ham. Kartadagi katta pulni bitta joyda saqlamang. Kundalik xarajat uchun alohida karta, jamg'arma uchun alohida hisob ishlating. Iloji bo'lsa, asosiy jamg'arma kartasini internet to'lovlariga ulamang. Masalan, kundalik kartada 300 ming yoki 500 ming so'm turibdi. Katta zarba xavf kamayadi. Oylik tushgan kuni hammasini bitta kartada qoldirib, har yerda ishlatish xavfli. 4-qadam, onlayn kredit limitlarini tekshiring. Agar sizga hozir kredit kerak bo'lmasa, bank ilovasida mavjud bo'lsa, limitni kamaytirish yoki xizmatni cheklash imkonini so'rang. Har bir bankda tartib har xil bo'lishi mumkin. Lekin mijoz sifatida siz xavfsizlik bo'yicha savol berishga haqlisiz. Bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring va onlayn kredit rasmiylashtirish bo'yicha qanday himoya borligini so'rang. 5-qadam. Shubhali holat bo'lsa, darhol harakat qiling. Agar kod aytib yuborgan bo'lsangiz yoki havolaga karta kiritgan bo'lsangiz, birinchi ish kartani bloklang. Bank ilovasidan bloklash mumkin bo'lsa, shu zahot qiling. Bo'lmasa, bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Keyin bankdan oxirgi operatsiyalar bo'yicha ma'lumot oling. Qaysi summa, qaysi vaqtda, qaysi yo'nalishda ketganini yozib oling. 6-qadam, ariza tayyorlang. Arizada voqea qachon bo'lgani, qaysi raqamdan qo'ng'iroq kelgani, qaysi Telegram akkaunt yozgani, qanday havola yuborilgani, qancha pul yechilgani, bank operatsiya raqamlari, skrinshotlar va cheklarni ko'rsating. Telefon raqamlar, yozishmalar, SMSlar, bank bildirishnomalarini o'chirmang. Bu ma'lumotlar keyinchalik tekshiruv uchun muhim bo'lishi mumkin. Bankka ham yozma murojaat qiling. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham ariza bering. 7-qadam. Telefoningizni tekshiring. Notanish ilovalarni o'chiring. Ruxsatnomalarni ko'ring. Qaysi ilova SMSning ustida chiqadi, qaysi biri kontaktlarga kiradi. Agar shubha kuchli bo'lsa, muhim fayllarni saqlab, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish ham kerak bo'lishi mumkin. Lekin buni qilishdan oldin dalillarni, skrinshotlarni va yozishmalarni saqlab qo'ying, chunki keyin ularni tiklash qiyin bo'ladi. 8-qadam. Parollarni almashtiring. Telegram, elektron pochta, bankka ulangan raqam,
ijtimoiy tarmoqlar hammasida parollar turcha bo'lsin. 2 bosqichli himoyani yo'qing. Telegramda qo'shimcha parol o'rnating. Elektron pochtangizga kirish himoyasini kuchaytiring. Chunki ko'p xizmatlarni tiklash aynan pochta orqali bo'ladi. Agar siz bank yoki tegishli idoraga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, hissiyot bilan emas, aniq faktlar bilan yozing. Men falon sanada, taxminan falon vaqtda, falon raqamdan qo'ng'iroq qabul qildim. O'zini falon tashkilot xodimi deb tanishtirdi. Menga falon mazmundagi gaplarni aytdi. Shundan so'ng telefonimga kod keldi. Yoki men falon havolaga kirdim. Natijada falon bankdagi falon kartamdan falon miqdorda pul yechildi. Operatsiyani men tovar yoki xizmat olish maqsadida amalga oshirmaganman. Aldov yo'li bilan ma'lumotlarim qo'lga kiritilgan deb hisoblayman. Tekshiruv o'tkazishingizni va imkon bo'lsa operatsiyani to'xtatish yoki qaytarish choralarini ko'rishingizni so'rayman. Hujjat sifatida pasport yoki ID nusxasi, bank kartasi bo'yicha ma'lumot, operatsiya cheki, skrinshotlar, qo'ng'iroq tarixi yozishmalar, havola manzili kerak bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlarni ham faqat rasmiy qabul kanallari orqali yuboring. Telegramda o'zini xodim deb tanishtirgan odamga pasport rasmini yubormang. Ariza topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Hozirgi firibgarliklar oddiy yolg'on emas. Ular odamni shoshirish, qo'rqitish va ishonchga kiritish orqali ishlaydi. Sizning eng kuchli himoyangiz esa pauza qilish, tekshirish va hech kimga maxfiy kod bermaslik. Bankdanman degan odam qo'ng'iroq qilsa, o'zingiz rasmiy raqamga qayta qo'ng'iroq qiling. Pul tushi degan xabar kelsa, bank ilovasidan tekshiring. Tanishingiz pul so'rasa, ovozli qo'ng'iroq bilan tasdiqlang. Havola yuborilsa, manzilni tekshirmasdan karta ma'lumotlarini kiritmang. Bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir o'yligini, jamg'armasini yoki nomiga olinadigan kreditni saqlab qolishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Qanday vaziyat bo'lgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham pul, huquq, xavfsizlik va kundalik hayotda kerak bo'ladigan muhim mavzularni sodda tilda tushuntirib boraman.